Assalomu alaykum. Kanalimiz kuzatuvchilari GNTCM Password G2530 orqali parolni topib beradigan programmamiz tayyor bo'ldi. Xudo xolasa. Xo'p, programmani knopkalari, funksiyalari bilan tanishtirib o'tib ketaman bir tekada. Birinchisi bu Vibrid G2534, ya'ni adapter tanlash, bizda skamati ulangan. Keyingisi identifikatsiya, pasportini ko'rish, ulangan miyani. Xo'p, undan keyingisi rejimlar. Rejimlarni tanlash kerak bo'ladi. Bizda 4 xil rejim bor. Xo'p, birinchi rejim GemTools и другие degani ko'pchilik biladi. GemTools apparati orqali qilingan programma korobkaga qilinsa, qulflanib qo'yadi, avtomatik zashtiga o'tib qoladi. Bunaqa programmalar 3 rejimli bo'ladimi? Masalan, multimod bor, telefon orqali qilinadigan yoki kickdown degan ularda tuning varianti ham bor. GemTools orqali shunaqa programmalarni qilsangiz, boshdan zavodskoy programmasi avtomat tarzda qulflanib qoladi. Shunaqa holatlar bo'lganda bu programmamiz orqali aniqlash mumkin bo'ladi. И другие degan variantiga hozir chiqayotgan 4 rejimli Cobaltga yozilayotgan programma yoki gentralarga ham bor, tuningli programma bor, parolli. O'shalarni parolni topib beradi. Bu funksiyani tanlab turib nachat qilsak, ulangan mashinadagi parolni shu GemTools yoki ko'chada qilingan tuninglardan bo'lsa topib beradi. Agar undan bo'lmasa, aytadi, "Yo'q, bu topilmadi parol" deb. Xo'p, ikkinchisi importni TTM bloki. Bu Xitoydan kelgan, Dubaydan kelgan, Koreyadan kelgan miyalari parolni topib beradi. Masalan, Dubaydan kelgan bo'lsa yoki Xitoydan kelgan bo'lsa, mashinaga ulaysiz yoki stol ustida ulaysiz. Pasportini ko'rib ulangandan keyin bu importni TTM blokini tanlab turib, nachat bor qilsangiz, parolni topib beradi. Hozir men ko'rsataman hammasini. Xo'p, endi uchinchisi подбор из serveri. Bu o'sha GemTools programmasini взломанный varianti deydi. Ko'pchilikka qo'lda tarqalib ketgan. Programmani yozishadi ustalar. Yozgandan keyin qulflanib qoladi. Hamma ustaning paroli har xil bo'ladi. Biz O'zbekiston bo'yicha ustalardan o'sha bazalarni yiqqanmiz programmani serveriga, ya'ni internetda bor, bizning internet serverimizda 90% yig'ilgan parollar. O'sha parollar orasidan qidirib ko'radi. Nachat qilsak, agar topilsa topib beradi. Xo'p, to'rtinchisi полный подбор. Bu degani boshidan oxirigacha parollari bitta terib chiqadi. Masalan, hozir bizda 65553 tami, 58 tami shunaqa parol bo'ladi. Общий o'sha korobkada. Shu narsani bitta terib chiqadi. Bunga ko'proq vaqt ketadi. Lekin buni ham biz yo'lini qilganmiz. Hozir ko'rsataman qanaqa nimaligi. Xo'p, endi bir chekkadan boshlaymiz. Masalan, hozir подбор из serverini bosamiz, nachat подбор qilamiz. Mana win nomeri ko'rdi, mana aytayapti. Mana bu win nomerda serverda 25 ta parol topildi deyapti. Shu win nomer bo'yicha 25 ta parollar mana bitta terib chiqyapti. Hozir 3 tasini terdi уже. Mana 4-inchisi, 5-inchisi mana bitta tekshirib ko'ryapti. Agar to'g'ri kelgani kelsa, mana yerda parol chiqaradi. Shunaqa terib chiqadi. Programmamiz avtomat tarzda mashinaga ulangan holatda. To'g'ri variant chiqsa beradi. Agar to'g'ri variant chiqmasa, aytadi, "Yo'q, serverda topilmadi bunaqa variant. Topilgan variantlardan birontasi to'g'ri kelmadi" deb. Mana hozir 12 ta urdi. Shu programma to qilmagunimcha именно mana shu parolni men ham bilmasganman. Kecha shu mashina kelib qoldi. Gentra ekan. Programma yozishgan, xullas qulflangan bo'lgan. Qaydadir yozilgan, egasi уже sotib olgan. Bu sotib olgan egasi bilmaydi qayda programma qilinganligini. Xullas qulflangan miyani topish kerak. Men serverdan qidirib ko'rdim. 25 ta parol bor ekan, lekin birontasi to'g'ri kelmadi. Keyin
mana u nimada algoritm nimaniki GenTools'ni qo'yib turib bitta ursam chiqib keldi. O'shani topildi. Bundan oldin programma qilish imkoniyati bo'lmagan ekan, sababi 2015 mi 2016-yildagi Gentra bo'lgan. Pasportidan ko'rsanglar ham bo'ladi. Eski qilingan vaqtda uni ichini ochib qiladigan varianti ham yo'q. U не стоит, hech kim ham qilmaydi u narsani. Mana 25 ta parol terib chiqdi. To'g'ri kelmadi mana. Parol не найден dedi. To'xtadi. Tak, endi GenTools variantga olib turib nakayt qilamiz. Mana rejim tuning boshlandi mana. Mana parol topildi. Bitta top berdi. Parol bilan ulanadi. Bu o'ta variant udobniligi. Endi importni TTM blok ko'rsataman. Hozir miya o'zbekcha turibdi. Buni olamiz. Men hozir miyani almashtirdim. Pasportini ko'ramiz endi. Xo'p, mana pasporti 61 19 60 61. Mana VIN nomeri ham o'sha Xitoymi, Dubayskimi, xullas shunaqa variantdan. Endi importni TSMga olamiz, nakayt padbol qilamiz. Parolni topib boshlaydi. Mana 2 sekund yoki 3 sekund vaqtda topib berdi parolni. Bo'ldi. Endi shu parol bilan buni programma qilib o'zbekcha variantga qaytarsak bo'ladi. Gentra, Cobalt yoki qaysi mashinaga qo'yadigan bo'lsa, o'shani moslashtirsa bo'ladi. Xo'p, endi 4-variant polniy padbor. Bu polniy padborga qo'yib nachat qilamiz. Mana yerda yozyapti. Rejim import mana topildi, tugadi. Endi bu yerda mana rejim polniy padbor ключи boshlandi. Mana 65536 ta kalitni, ya'ni parolni bitta terib chiqadi. Bunda endi tushuntiradigan joyi bor. Masalan, bitta mashina keldi, tirdingiz, bir parcha terdingiz, mashina olib ketadigan bo'lib qolsa, mabodo. Mana bu yerda остановить подбор degan joyi bor. Остановить подбор qilsangiz bo'ldi. Mana shu mashinani mana shu VIN nomeri bilan saqlanib qilib qo'yadi. Kelgan parolga keladi. Masalan, hozir mana 2 ta urdi. 100 ta uradimi, 1000 ta uradimi, o'sha joyda to'xtaydi. Mana proses завершен deyapti, to'xtadi. Endi qachon bu mashina yana keladigan bo'lsa, shuni ulab turib nachat qilsangiz, mana aytadi. Bu VIN nomeri uchun oldin saqlanib qilingan parollar bor. Ulardan davom ettiramizmi yoki yo'qmi? Net qilsangiz, mana 3 dan masu, masalan sizda 3000 bo'lgan bo'lsa, 3000 masu 0 dan boshlaydi. Darsiz o'sha kelgan joydan mana oxirda qilingan parol A860 ekan, o'shandan boshlaydi mana. A860 dan qaytib boshlaydi. Mana nakayt padbor dashib ketadi. Shu tariqa bu usul bilan liboy parolni topsa bo'ladi. Bu Dubayniki bo'ladimi, o'zbekski bo'ladimi yoki ruchnoy qulflangan bo'ladimi, hammasini topib beradi. Faqat bunga ko'proq vaqt oladi. Bir xil vaqtda, masalan, 1 soatga bormay topish ham mumkin. Bir xil vaqtda 4-5 soat vaqt olishi mumkin. O'shanga bu narsani avtomatik saqlanib qiladigan variant qilib qo'yganmiz. Hozir mana ketyapti. Hozir остановить qilsam, parol to'xtaydi. Mana u VIN nomer bilan saqlanib qilib qo'yadi shu joydan. Qachon bu mashina kelsa, yana nachat qilsangiz, o'sha kelgan joydan davom ettiraveradi. Siz buni eslab qolib, saqlanib qilib qo'yishingiz shart emas. Keyin mana bu kalitga ham e'tibor bergan bo'lsanglar, 0 dan boshlab 1, 2, 3 chiqib ketmaydi. Har xil joydan urib ko'radi. Qaysi biri to'g'ri kelsa, o'sha parolni sразу beradi. Bir xil vaqtda aytayapman-ku, 1 soatda topish ham mumkin, yarim soatda topish ham mumkin, 10 minutda topish ham mumkin. Bir xil vaqtda 5 soat, 6 soat vaqt ketishi ham mumkin bu narsaga. Endi bu nima desam bo'ladi? Как повезет-da, omad qanaqa kelishiga bog'liq. Xo'p, mana hozir avtonomik qilaman, yana bitta tekshirishga. Operatsiya sinovlin deyapti. Mana ko'rgan bo'lsangiz, oldin A860 da turgan bo'lsa, hozir 2S da turibdi. Ya'ni bu aylanib yuradi, hamma tomondan uradi. Boshidan oxirigacha qanaqa variant bo'lsa, hammasini terib chiqadi bitta-bitta. Mana proses to'xtadi. Endi yana davom ettiradigan bo'lsak, shu mashina yana keldi deylik. Buni nachat qilsak, yana so'raydi.
shunaqa win nomer bilan bor, oldin podbor qilingan. O'shani davom ettiramizmi deydi. Da qilsak davom ettiradi mana. Oxirida mana 2S6B da to'xtagan ekan. Yana imенно o'sha 2S6B dan davom etib ketadi. Xullas shu tariqa bu 4-variant polniy podbordan qochish iloji yo'q. Faqat ko'proq vaqt oladi-yu, lekin bir marta topib olsangiz bo'ldi. O'sha parol qoldi sizda. Xohlasangiz bizga bersangiz bazaga qo'shib qo'yamiz. Keyingi marta serverdan qidirsangiz chiqish uchun. Yo'q desangiz o'zingiz ishlatib yursangiz ham bo'ladi. Xullas shu programmamiz xudo xolasa tayyor. Xohlaganlarga bitta kompyuterga bog'lab berishimiz mumkin, xohlaganlarga kalitga bog'lab beramiz. Kalit orqali sotib olsanglar ham bo'ladi. E'tiboringlar uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Avtoproguzni kuzatishda davom etinglar. Qanaqadir savol, takliflar bo'lsa, Telegram kanalimizda yoki kommentariyalarda qoldirsanglar, albatta o'qib harakat qilamiz. To'g'rilash kerak joyi bo'lsa to'g'rilaymiz. Rahmat. Salomat bo'ling.